Assalomu alaykum. Bugungi darsimiz qavariq ko'p burchaklarni yuzini hisoblash uchun pik formulasidan foydalanish haqidagi tushunchalarga ega bo'lishdan iborat. Xo'p, pik formulasiga ko'ra katak daftarga chizilgan qavariq ko'p burchakning ichki nuqtalar soni va tashqi nuqtalar sonini topib olamiz. Ya'ni ichidagi mana bu katak daftarimizning birlashgan kvadratchalarning birlashgan joyidagi nuqtalarni biz ichki va tashqi deb olamiz. Ichida demak sanaymiz 1 2 3 4 5 6 7 8 ta ichki nuqtalar soni mavjud ekan. Tashqarisida, ya'ni chegarasida nechta nuqta mavjudligini ko'ramiz. Demak 1 ta 2 ta 3 ta 4 ta 5 ta 6 ta tashqi nuqtasi mavjudligini ko'rdik. Va pik formulasi mohiyati shundan iboratki, ichki nuqtalar soniga tashqi nuqtalar sonini yarmini qo'shib birni ayirsak, demak shu qavariq ko'pburchakning yuzi kelib chiqadi. Bu yerdan ichki nuqtalarimiz 8 ta edi. 8 ga 6 taqsim 2 3 ni qo'shib birni ayiramiz. Mana shu qavariq ko'pburchagimizning yuzi 10 ekanligini ko'rishimiz mumkin. Yoki bo'lmasa mana bu yerda qavariq 5 burchak berilgan. Bu yerda qavariq 5 burchakni ichida nuqtalar nechta ekanligini topamiz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ta. Demak ichki nuqtalari 10 ta. Tashqi nuqtalar sanayman 1 ta 2 ta 3 ta 4 ta 5 ta 6 ta tashqi nuqtalari. Pik formulasiga ko'ra shu qavariq 5 burchagimizning yuzi 10 qo'shilgan 6 taqsim 2 minus 1 bo'lishi kerak. Demak 13 12 ekanligini bilishimiz mumkin. Pik formulasi haqidagi tushunchalarimiz mana shundan iborat. Qolgan ko'pburchaklarning yuzini ham shu tarzda hisoblab chiqishimiz mumkin bo'ladi.